Ustad aka, obunachilaringizga bitta oson strategiya o'rgatib bering. Bo'ldi, qaranglar, monitorga qaraymiz. Men sizlarga hozir bitta oson, chiroyli strategiya o'rgataman. Xudo xolasa samarali va ishlab beradigan. Kunlik time frame'ga o'tib olamiz. Kunlik time frame'ga o'tgandan keyin oxirgi shamni tanlaymiz. Ya'ni deylu, mana bizada holat payshanba kunga, bu esa juma kunga shamimiz. Maksimumini olamiz, minimumini olamiz. 50% ni lineykada aniq qilib belgilab olamiz. Chunki urovень qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. 50% ni belgilaganimizdan keyin top ketdi. Endi 15 minutlik time frame ga o'tib olamiz va 15 minutlik time frame'dagi holatni ko'ramiz. Ko'rasizlar, bu bizada kunlik shamga qanaqa atributga qilib beryapti. Buzgan tarafiga sizlarga xudo xolasa chiroyli profitli qilib beradi. Endi qo'shimcha buni udalt qilamizda kirgan joyingizdan ishlash. 4 soatlik time frame. 4 soatlik time frame da ham xuddi shu holat, mana ahamiyat beramiz. 4 soatlik time frame, 4 soatlik time frame maksimumi, minimumi 50% ni rovni olamiz. Oxirgi shammiki olinadi. Har doim ishlashdan oldin oxirgi 4 soatlik sham time frame degini olamiz va holat 15 minutligiga kirdik. Mana holat o'g'li. Maksimum 50%, minimum. Buzgan tarafiga bizga profit, buzolmasa yana retestdan akkuratni kirib ishlash imkoniyati. Bu sizlarga mendan sovg'a o'rtoqlar. Akkuratni chiroyli qilib ishlasanglar, xudo xolasa zo'r bo'ladi.